Kitob inson ma'naviyatini yuksaltiruvchi, dunyoqarashni boyituvchi eng qimmatli boyliklardan biri. Endi Qo'shko'pir tumani kitobxonlari uchun ham kitobga yetish yanada osonlashdi. Yoshlarni kitobxonlikka jalb etish maqsadida hududlarda mana shunday ko'chma do'konlar ham tashkil etilmoqda. E'tiborli tomoni, biz ayni paytda Qo'shko'pir tumanidagi Taraqqiyot mahallasidamiz. Aynan mana shu do'konda siz 5000 ga yaqin kitoblar jamlanmasini kuzatishingiz mumkin. Bu ham yoshlarning kitobga bo'lgan mehrini oshirishga zamin yaratyapti. Biz kutubxonani boshida shahar markazida ochganmiz. Tumanlarda ochganimizning sababi shahar markaziga borishda qiynalmaslik. Shu maqsadda Qo'shko'pir tumanini tanlaganmiz. Hamma tumanlarda milliy kutubxona ochishni niyat qilganmiz. Har bir yosh shu bizning kutubxonamizga kirib, bitta bo'lsa-da kitob olib o'qishini tarafdorimiz. Prezidentimiz kitob sohasiga alohida urg'u qaratgan. Yoshlar ishlar agentligi ko'magida yangi loyihalar ishlab chiqilgan. Bu biz kabi yosh tadbirkorlarga katta yordam bo'lmoqda. Biz ham shunday imkoniyatlardan foydalanib, kelajakda hamma tumanlarda o'z kutubxonamizni ochish niyat qilganmiz. Ko'chma kutubxona aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda mutolaaga bo'lgan qiziqishni oshirishga xizmat qilmoqda. Muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan biz yoshlar uchun katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu boiski bizning mahallamizda, ya'ni yoshlar uchun bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun kutubxona ochildi. Bu kutubxonada har xil turdagi kitoblardan o'qib foydalanish mumkin. Yosh kitobxon tanlovlarida qatnashib, Toshkent shahriga bepul sayohatni qo'lga kiritganmiz. Jamoamiz bilan kitob o'qigan yosh avlodni dunyoqarashi keng, nutqi ravon bo'ladi. Barchaga kitob o'qishni tavsiya etaman. Kitobxonning kutubxonaga borishni kutish emas, balki kutubxonani kitobxon oldiga olib borish ushbu loyihaning asosiy g'oyasi. Qo'shko'pirda yo'lga qo'yilgan ko'chma kutubxona bugun yuzlab kitobsevarlarni yangi asarlar bilan tanishtirib, mutolaa madaniyatini yanada ommalashtirishga xizmat qilyapti. Bunda kitobxonlik tanlovlarining ham alohida o'rni bor. Bizning Taraqqiyot mahallasi hududida tashkil etilgan bu bilim xazina maskani bu mahallamiz yoshlarimiz uchun juda katta quvonchli xabar bo'ldi. Chunki bizning mahallamizda yosh kitobxon va yosh kitobxon oila yoshlarimiz juda ko'p va ular ushbu maskanda kitoblarni topishlari mumkin bo'ladi. Hozirgi kunda mahallamda 1007 nafar 14-30 yoshdagi yoshlarimiz bo'lib turib, shulardan qariyb 300 nafari kitobxon hisoblanadi. Ular ko'plab yosh kitobxon tanlovlarida, tuman, viloyat bosqichlarida faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Va bu orqali yuqori o'rinlarni olishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu kabi tashabbuslar yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning intellektual salohiyatlarini oshirish, tahlil qilish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Kitobxonlikni ommalashtirishga qaratilayotgan har bir loyiha esa ma'rifatli va bilimli avlodni tarbiyalashga qo'yilayotgan muhim hissa hisoblanadi. Kitobga oshno yosh kelajakka ishonch bilan qadam qo'yadi. Bugun amalga oshirilayotgan kitobxonlik loyihalari nafaqat mutolaaga qiziqishni oshirmoqda, balki bilimli, yuksak ma'naviyatli va zamonaviy fikrlaydigan yosh avlodni voyaga yetkazishga xizmat qilmoqda.